Qadrli do'stlar, bu qandagi may bak yuqori, yepishqoqligi yuqori, eg'irligi eshib ketgan, jiyani may qaplab ketgan, tajisman yurak kasali, taniyobing bor do'stlarningki, eg'irligini yengiltish uchun badanninki mush qandagi maylarni serib, badanninki alayda mush toksinni aydash uchun buningga juzning posti bilan mushta yalpaqlab mani selib oldik. Ayna qutiga selib elib, buningga az miqdorda mushu navat saldik. Navat selib, andan keyin buningga üzüm sirkisi, mana üzüm sirkisi bilan chilashqich quyimiz bu üzüm sirkisini. Mushunda quyib, buni 3 kun dumlaymiz. 3 kun dumlab anandan keyin yarım piyaldan kunda 3 vaqtdan 2 vaqtgacha ichib bergan chaqda nayte yaxshi unumga erishgil bo'ldi. Badan eg'irligi tushdi, qandagi mayni tövaltidi, qonning yepishqoqligini tövaltidi va qandagi qon axlatlarini tozalash badanningki o'sha had hisobsiz qo'zoqqa may yig'ilib samrib ketgan do'stlarningki ishiltishiga nayte mos keldi do'stlar.